1976, 1985 va 1994-yillarda tug'ilgan insonlar. Bu insonlar uchun 40 yoshgacha bo'lgan davr eng muhimi. Ular o'zlarini qaysi sohada mutaxassis deb hisoblashlarini va jamiyatga qanday foyda yetkazishlarini aniq bilishlari kerak. Avvalgi hayotlarida ular o'z bilimlarini manfaat uchun ishlatishgan, yolg'on ma'naviy ta'limotlar tarqatgan bo'lishlari mumkin. Shuning uchun bugungi kunda ularning tanlovlari, ayniqsa kasb tanlashda nihoyatda muhim. Agar ular qalb istagisiz faqat pul uchun kasb tanlaydigan bo'lsalar, bu ularga kechirilmaydi. Ularning sinovi jamiyatga foyda keltirishdir. Qancha ixlos bilan, chin ko'ngildan insonlarga foyda keltirsalar, shuncha taqdirlari yengil va barakali bo'ladi. Bu yillarda tug'ilganlar uchun xolis niyat bilan xizmat qilish eng katta sinov va kalitdir. 1977, 1986, 1995-yillarda tug'ilganlar. Bu insonlarning hayotdagi asosiy missiyasi sevgi izlash. Ular bolalikda ko'p holatlarda mehrsizlik, ota-ona tomonidan sovuq munosabat tufayli ajralish, yolg'izlik jarohatini olgan bo'lishadi. Shuning uchun ham katta bo'lganlarida sevgi, oila, munosabatlar ular uchun hayotning asosiy muammosiga aylanadi. O'tgan hayotlarida bu insonlar sevgida xato tanlov qilgan yoki xiyonat qilgan bo'lishlari mumkin. Shu sababdan agar bu hayotda sevmasdan, faqat aql yoki majburiyat bilan munosabatga kirsalar, taqdir ularga og'ir sinovlar yuborishi mumkin. Agar uzoq vaqt davomida munosabatlar bo'lmasa, bu avvalgi hayotlardan qolgan yuklar, qalbdagi og'riqlar va kechirimsizliklar sababidir. Agar ularga xiyonat qilishsa yoki tashlab ketishsa, bu ularning o'z-o'zini seva olmasliklari, ichki yolg'izliklari bilan bog'liq. Ular uchun muhim ish o'zini qabul qilish, yolg'izlikni terapiya qilish va chin sevgiga munosib ekanini anglashdir. Shundagina hayotda haqiqiy muhabbat yuz ochadi.